Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Ahli jamoat, ahli musulmonlar. Mana biz Qirg'iziston O'sh viloyati Uzgan rayonidagi Qurshob qishlog'idagi Muhammadiy masjidining jamoatlaridamiz, alhamdulillah. Mana bugun 25-sentyabr 2020-yil masjidimizning shu ahvoliga, mana holatiga kelib qolishiga Alloh taolo nasib qildi. Masjidimiz tashqari ishlari xilasi bitdi, lekin yana o'zicha harakatlari bo'lyapti, alhamdulillah. O'ziga yarasha ba'zi bir sabablarga ko'ra ichlarini bitira olmaslikka ko'zimiz yetib qolyapti. Shuning uchun Alloh uchun albatta Alloh taolo o'zi Qur'onning mazmunlarida agar meni dinimga yordam bersalaringiz, men sizlarga yordam beraman deganday, masjidlarning qurilishi ham albatta bu dinga bo'lgan bir katta yordam, katta bir solih amallarning bittasi. Shuning uchun mana shu masjidlarimizga o'zingizlarning hissalarini qo'shib, qo'ldan kelishicha harakat qilib, mehnat bilan, pul mablag' tarafidan, duolar talabidan ham duo qilib bo'lsa ham yordam berishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz inshaalloh. Bugungi kunda mana masjidlarimizning ba'zi bir ishlari qoldi. Hozir men sizlarga buni ko'rsataman inshaalloh. Mana hozir masjidimizni mana sovuq kunlar tushmasdan ochib olishlikka harakat qilyapmiz, alhamdulillah. Mana hozir razmerimiz 15 ga 9 bo'lgan, 15 ga 9 bo'lgan masjidimiz. Tahoratxonalarda, mana so'bxonalarda hozir o'tiryapmiz kundan kunga, alhamdulillah. Endi aslida bu so'bxonani eplab bitiramiz inshaalloh Alloh taoloning yordami bilan. Hozir mana shu tahoratxonamizga bizga aristonlar olishimiz kerak, lekin shunga ham eplay olmay turibmiz. Shuning uchun endi sizlarga ilinganimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma xurli zunubi va rahmatik. Mana bismillah, alhamdulillah. Mana biz o'sha 15 ga 9 bo'lgan razmerdagi masjidimiz Qurshobdagi, alhamdulillah. Bugungi kunda mana bir oydan beri ishimiz to'xtab qo'ygan. Shunga sizlardan yordam qilib, Alloh taolaning roziligi uchun, Alloh taolo Rahmon surasida ihsonning mukofoti faqat ihsondir dedi. Kimdir albatta Alloh uchun ihson qiladigan bo'lsa, Allohning roziligi uchun beradigan bo'lsa, Alloh taolo u insonlarni quruq qo'ymaydi albatta. Chunki Alloh taolo Ar-Rahman, mehribondir. Alloh taolo Ar-Rahim, rahimdildir. Alloh taolo hamma mo'min musulmon bandalariga alhamdulillah Alloh taolo o'zi mehribonligini ko'rsatadi. Mana shu masjidimizga hozir mana shu poliga beton quyilgan bo'yicha turibdi. Hozir shu betonini endi yo DSP bosib turib gilom solib qo'yamizmi, yo bir to'pli pol qilib turib gilom solib qo'yamizmi, hozircha biz bilmaymiz. Sabab deganda bilasizlar, mana bu yil endi karantin bo'lib, 2020-yil bir og'ir yil bo'lib, bir hisobidan ko'p odamlarimiz ham mablag' tarafdan qiynalib qolishgani uchun masjid jamoati ham shu narsalarga muhtoj bo'lib turibdi. Shuning uchun shu o'zimiz shuni ihson qilib, o'zimiz qila olmaganligimiz uchun mana shu ahli musulmon birodarlarimizga murojaat etamiz deb maqsad qildik inshaalloh. Mana patologlarimiz ham ozgina mana joylari chala qolib qolgan. Endi bularni inshaalloh bitiramiz, xudo xolasa. Hozir bizga eng katta masjidimizga bo'ladigan ihson, yordam birinchi o'rinda mana shu gilom, polos solinsa kerak, polos solinadi. Uni ostiga yana shu DSP mana shu narsadan solishimiz kerak. Keyin mana devorlari shpakulovka qilib aboyga tayyor turibdi. Shu devorlarini aboy qilib yuborishimiz kerak. Yana keyin shu patologiyaga mana hozir 5 ta tochka qilganmiz. O'rtaga bitta, nari chekkaga 2 ta, imola chekkaga ham 2 ta tochka qilganmiz. Mana shunga shu qo'ldan kelishicha bir kichkina bo'lsa ham illyustratorlardan qo'yishlikka harakat qilishimiz kerak. Yana keyin mana imom tarafimiz ham mana hozir bu yerga hozir xudo xolasa mana ozgina gipsokardonimiz bor, buni qildiramiz xudo xolasa. Inshaalloh buni xudo xolasa qilamiz. Shunaqa ishlarda endi shunaqa qilib endi Alloh uchun qancha ihson qilinsa oz albatta. Shuning uchun saxiy akalarimizdan yordam berishlarida, opa-singillarimizdan duo qilib turishliklarini iltimos qilib qolamiz inshaalloh. Hozir mana shu tahoratxonalarni hozir ochaman.
Bu yoqqa ham hozir bizga tahoratxonamizga hozir hech narsamiz patologiyani xohlayapmiz. Mana biz o'zimiz masjid jamoati Bismillahirrohmanirrohim. Tak, mana shu tahoratxonamiz. Mana shu yerga mana hozir mana hojatxona, bu yer dush, mana tahoratxona, mana bu yoqqa ham hozir shu imkon bo'lsa bir kecha hisoblagandik. 80-90 kvadrat unaqa ekan kafil ketar ekan. Endi mana tahoratxonalarda ham bir mana devorini ham bir yarim metr aylantirib kafil qilmasak bo'lmaydi. Patologlariga hozir xudo xolasa kecha birodarlarimiz ihson qilishgan. Alhamdulillah mana shu hozir tunikamizdan reykamiz bor, shuni qoqamiz ertaga. Bugun qoqamiz, jumadan keyin inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Avvalambor kim imkoni bo'lsa albatta mablag' tarafidan, imkoni yo'qlar mehnat tarafidan, mehnatga ham imkoni yo'qlar. Musulmonning quroli duo deydi. Shu duo qilib bo'lsa ham turslaringiz inshaalloh. Alloh taolo bizga yordam beradi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oldindan hammalaringiz uchun rahmat. Biz mana shu videoning tagiga telefon nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Sberbank kartamizni qo'yib qo'yamiz. Bizniki shu Turg'unov Muzaffarjon Ergashboyev, shu meni o'zim ismim. Mana shu masjid yana bir joyga qolib ketibdi. Biz meni uyim mana shu. Mana shu meni ota eshigim. Mana shu yerga Alloh uchun mana shu 6 sotigimizni ehson, o'zi 10 sotik uyimiz bor. Shu 6 sotigini Allohga ehson qilganmiz. Bilasizlar, hamona odamlar dunyoga sig'magan odamni Alloh taolo 2 metr qabrga kirgizib sig'dirib qo'yapti. Shuning uchun maqsad qilganidek Alloh roziligi uchun ehson qilib mana shu masala solishlikka, mahallaga, xalqqa, chunki mahallamiz masjidga muhtoj. Mahallamiz katta, 400 ta oila qaraydi mana shu masjidga. Lekin endi inson ekanmiz, shuning uchun kamchiligimiz bor. Balkim xalqqa yetkiza olmayapmizmi, tushuntira olmayapmizmi? Shuning uchun Alloh taolo mehribon zot, Alloh taolo Ar-Razzoq, berguvchi zot. Allohdan so'rashga maqsad qildik va sizlarga sababini qilib xayrlashga bir maslahatga keldik. Inshaalloh balkim Alloh taolo inshaalloh rahim qiladi. Alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.